7 mingga yaqin migrantlar Rossiyadan chiqib ketishlari lozim. Moskva shahrida o'z vaqtida puli to'lanmagan patentlar bekor qilindi. Ayni vaqtda bekor qilingan patent egalarining Rossiyada yashashlari qonunga zid deb baholanadi. Moskva shahri Ichki ishlar vazirligi migrantlar masalalari bosh boshqarmasi mehnat migrantlarining 7 mingga yaqin patentlari bekor qildi deb xabar bermoqda Saxarovadagi migratsiya markazi matbuot xizmati. Xabarda ta'kidlashicha, belgilangan vaqtda puli to'lanmagan patentlar o'z rasmiy kuchini yo'qotgan. Mana shu tufayli chet el fuqarolari bekor qilingan patent bilan Rossiya hududida bo'lishlari qonunga ziddir. Ular javobgarlikdan qutulish uchun Rossiya hududini tark etishlari lozim deyilgan xabarda. Aytilishicha, patenti bekor bo'lgan chet el fuqarolarining hammasi SMS xabar orqali ogohlantirilgan. Migrantlarga bazamizda patentingiz haqqi to'langanligi haqida ma'lumot yo'q degan xabar yuborilgan. Ammo bunga qaramay migrantlar o'z patentlari puli to'langanliklarini isbotlash uchun markazimizga kelishmadi deyilgan xabarda. Patenti bekor qilingan mehnat migrantlari huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan qo'lga olinadigan bo'lsa, ular Rossiya hududidan chiqarib yuboriladi. Kamiga ularga 5 ming, 7 ming rubl miqdorda jarima solinadi va qonunbuzarlar uchun Rossiyaga kirish yo'li yopiladi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi migratsiya masalalari bo'yicha bosh boshqarmasi Rossiya hududida noqonuniy yashab yurgan chet el fuqarolarini aniqlash bo'yicha tadbirlarni davom ettirishini ma'lum qilgan.